Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan aniq va noaniq artikellar haqida gaplashamiz. Artikellar nemis tilini o'rganishda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Aniq artikellarga birinchi dastlab to'xtalib o'tamiz. Bular der, die, das, ya'ni der murskiy rod, die женский rod, das средний rod. Qoida nemis tilida otlarning oldida aniq artikellar bo'ladi. Ular otlarning jinsiga bog'liq bo'ladi. Masalan, der maskulin, die feminin, das Neutrum, Neutrum degani средний, feminin, женский, maskulin, мужской rod degani va die shakli bu ko'plik degani. Barcha jinslarda ko'plik ma'nosini anglatadi. Misol, masalan, o'qituvchi der Lehrer deb aytamiz. Bu o'qituvchi, erkak o'qituvchi. Uning rodi nima? Mужской rodda. Yoki gul, die Blume, женский rodda. Yoki Buch, das Buch, bu средний rodda. Yoki die Autos, mashinalar ko'plikda bo'lyapti. Endi 15 temtir artikel haqida, noaniq artikelga to'xtaladigan bo'lsak, ular ikkita bo'ladi. Ein, eine, demak ko'plikda noaniq artikel ishlatmaymiz. Demak, bu bir degan ma'noni bildiradi. Qachon ishlatamiz? Yangi yoki noma'lum narsalar uchun ishlatiladi. Masalan, mana bu yerda jinsini ko'rishingiz mumkin. Maskulin, feminin, neutrum. Demak, der Mann maskulin, ein Mann bo'ladi. Die Frau, eine Frau. Das Kind, ein Kind. Demak, einning iziga mana bu artikeldan keyin oxiridagi unlikni qo'shib qo'yasiz. Agar unlik bo'lmasa, o'zi yoziladi. Ya'ni n dan keyin e harfini olmaydi. Demak, oxiridagi harf masalan dida e bo'ladigan bo'lsa, eine Frau bo'ladi. Demak, женский roddaligini nima aniqlashimiz uchun. Masalan, das Haus, uy, ein Haus, bir uy. Der Hund, it, ein Hund, bir it degan. Die Frau, eine Frau, bir ayol. Masalan, qayerdadir bir itni ko'ryapsiz. Uni nima deysiz? U nimadir qilyapti. Xo'p, o'sha itga qarab nima? Bir it deysiz yoki siz uni tanimaysiz. Birinchi marta ko'ryapsiz yoki bir uyni ko'ryapsiz. Siz u yerda yangisiz, u uyni bilmaysiz. Kimni keligini yoki yangi eskiligini bilmaysiz. Unga nima? Ein Haus deb ishlatar ekansiz. Endi mana bu yerda oddiyroq mashq beraman. Mana shu mashqni bajarishga harakat qilib ko'ring. Demak, bu kerak emas. Mana shu yo'lni bajarsangiz nima yetarli. Hop, der, die yoki das deyapti. Mana bu yerda javoblar berilgan. Siz mana bu yerga ein, eine, ya'ni noaniq artikellarni qo'yib chiqish kerak. 15 temta artikellarni. Demak, artikellarning haqida hozircha shu. Keyingi darsda to'ldirishga harakat qilamiz nasib bo'lsa. Xayr, salomat bo'ling.